Elektrik kutib vaqtingizga yetkazmasdan $50 plyus yagona qilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. AVR sistemasi qanaqa ishlashi va qanday ulanishini video orqali ko'rsanglar bo'ladi. AVR u generatorni o'zi zavod qilib, o'zi o'chiradigan sistema hisoblanadi. Mana bu generator AVR shiti bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, ichida boshidagi ikkita faza 0 kirish bo'ladi. Davlat toki kelayotgani, o'rtadagisi bu chiqib ketishi bo'ladi. Ya'ni bu AVR tok berish uchun bu yerdan chiqib ketadi. Generatordan kelayotgan tok mana shu ikkitasiga ulanadi. AVRimiz ruchnoy rejimda turibdi. Buni bitta knopkasini bosish bilan avto rejimga o'tkazamiz. Svet qachon ketganda bu ishlash kerak bo'ladi. Bu uchun to'plaganidan keyin generator общий прямой tokga o'tkazadi va o'zini o'zi o'chiradi. Bu turdagi AVRli generatorni harakatisiz, svet o'chganda, yonganda ovora bo'lib yugurib yurmaysiz, o'zi ishlaydi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa bizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang.